Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni o'zimiz mahallaga qo'shniga o'rnatib berdim. Bu Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga qarashli. Darvozamizga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, stoykalari 8 ga 6 lik profil, ichlari 6 ga 4 profil, 1,5 stenalik, listlari 1,3 lik qalinlikda bo'ldi. Sharmanka, reflunka listli darvozamiz. Buni razmeri eniga 290, balandligi 320 ga bo'ldi. Yaxshi mana bunaqa joylarga 3 kiklab qo'yib, mana bundan qilib berganmiz. Qalin holatda. Taglariga 8 lik shviler qo'yib berdik. Mashina o'tadigan joylar. Zamogimiz. Yangi kelgan Sora kilit degan zamog. Yaxshi, xudo xolasa. Juda yengil ochilib yopilyapti. Egalari xursand bo'lishyapti. Orqalari qorong'i bo'lib qolyapti, xafa bo'lish yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda tekis holatda bo'ladi. Lekin qorong'i tushib qoldi bizda havolar. Aynan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamiz o'sha summasi 7,5 millionga o'rnatildi. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.